Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizlarning aziz obunachilar, bizlardan navbatdagi g'alaba, demak, himoyamiz ostida bo'lgan Madrimaning manfaatida Toshkent shahar Shayxontohur tumanlari sudiga murojaat qilganmiz va sudning hal qiluvchi qarori bilan bizlarning da'vo talabimiz demak to'liq qanoatlantirib berildi. Ish holatini qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, himoyamiz ostida bo'lgan Madrimaning turmush o'rtog'i ish jarayonida olgan jarohati natijasida vafot qilganlar. Demak, Madrima tomonidan ish beruvchiga bir necha marotaba murojaatlar qilingan bo'lsa-da, demek iş beruvchi tomonidan yetkazilgan zarar pullari to'liq qoplab berilmagan. Va bu bo'yicha hozir Madrima o'zidan ham bir qisqacha eshitamiz. Assalomu alaykum. Meni turmush o'rtog'im 2022 yil 27-yanvarda ish jarayonida baxtsiz hodisaga uchrab dunyodan o'tdi. Keyin men bu masala bo'yicha shu korxona murojaat etdim, yordam berishlarini so'rab, lekin hech qanday natija bo'lmagandan keyin men advokat Qo'chqarovni topib, u kishi bilan gaplashib, men ariza berdim. Yordam berishlarini so'rab, keyin advokat Qo'chqarov arizamni olib, sudda biz qatnashdik. Sudyalarimiz ham yaxshi, haqqoniy bizlarga ko'rib chiqib, bizlarning foydamizga hal qildilar. Men buning uchun sudyamizga rahmat aytaman. Advokat Qo'chqarovga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xudoyim hamisha shunday yutuqlarga erishib ko'ring. Shu ishingizni omadini bersin. Hamisha shunday yutuqlarga erishib, xursand bo'lib, shu korxonangiz yana rivojlansin. Rahmat aytaman. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, haqiqatan bu ishimiz oson kechgani yo'q. Chunki oradan mana 4 yil, 5 yil vaqt o'tgan bo'lsa-da, demak biz kurashda davom qildik. Natijada mana bir chiroyli g'alaba erishdik. Rahmat sizga. Hurmatli yurtdoshlar, aynan shunday masalalar yuzasidan o'zingiz qiynayotgan savollar yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat.